Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Agarda siz kanalda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya va like tugmachasini bosib qo'ying. Demak, bugun biz sizlarga Ascorbitin dori vositasi haqida ma'lumot berib o'tamiz. Demak, Ascorbitin dori vositasi farmakoterapevtik xususiyatiga ko'ra, ya'ni ta'sir etishiga ko'ra, vitamin yetishmasligida va qon, ya'ni quyultiruvchi ta'sirga ega dori vosita hisoblanadi. Undan tashqari kapillyarlarni barqarorlashtiruvchi vosita hamdir. Endi do'stlar, ushbu dori vositani qo'llanilishi haqida ma'lumot berib o'taman. Demak, Ascorbitin tabletkasi vitamin C ning organizmda kamligida yoki umuman, ya'ni bo'lmaslik holatlarida qabul qilinadi. Bundan tashqari kapillyar qon tomirlari shikastlanganda qabul qilinadi. Septik endokarditda, gemorragik diatezda yoki bo'lmasam purpura kasalligida va immunitetni oshirish va ishtahani oshirish, ya'ni maqsadida do'stlar qo'llaniladi. Endi ushbu dori vositani qabul qilish usuli va dozalari haqida ma'lumot berib o'tamiz. Demak do'stlar, ushbu dori vositamiz kuchli dori vosita. Buni shifokor nazorati, ko'rigi, tavsiyasi, retsepti asosida qo'llashingiz lozim. O'z boshimchalik bilan qo'llasangiz, o'zingizga ziyon yetkazib qolishingiz mumkin. Sababi do'stlar, bu yerda vitamin C va rutin, ya'ni moddasi bor bu dori vositaning tarkibida. Tushundingizmi? Ya'ni ikkita kuchli modda. Endi do'stlar, ushbu dori vositani dozalari haqida ma'lumot berib o'taman. Demak, ushbu dori vositani kuniga bitta tabletkadan 2 mahal yoki kasalligingizning og'irlik darajasiga qarab shifokor belgilasa 3 mahal, ya'ni qabul qilinadi. Endi ushbu dori vositani qo'llaganda kuzatiladigan nojo'ya ta'sirlar haqida ma'lumot berib o'taman. Bosh og'rig'i, ko'ngil aynishi, qusish yoki bo'lmasam do'stlar qon quyilib, ya'ni uzoq vaqt ichsangiz yoki dozani oshirib ichsangiz, qon quyilib qalallashib, ya'ni ketishi mumkin. Va bundan tashqari qon bosimi oshishi kuzatiladi. Endi do'stlar, ushbu dori vositani qo'llash mumkin bo'lmagan holatlar haqida ma'lumot berib o'taman. Demak, ushbu dori vositaga nisbatan yuqori allergik, ya'ni reaksiya bo'lganda qo'llash tavsiya etilmaydi. Bundan tashqari sizning qoningiz quyuq bo'lsa, ya'ni quyuqlashgan paytda qabul qiladigan bo'lsangiz ham ushbu dori vosita mumkin emas. Yanada quyuqlashib, ahvolingiz og'irlashib qolishi mumkin. Bundan tashqari do'stlar, tomirlarda tromb bo'lganda, trombozda, trombofilbitda ham mumkin emas va og'ir buyrak, yurak kasalligida ham qo'llash tavsiya etilmaydi. Va qon bosimi juda baland bo'lganda ham yoki qandli diabetik kasalligi bor insonlarda ham qabul qilish mumkin emas. Do'stlar, bundan tashqari ushbu dori vosita, ya'ni Ascorbitin dori vositasini vitamin, ya'ni kamligida ham qabul qilish, ya'ni maslahat berilmaydi. Chunki vitamin C kamligida dorixonalarda askarbenkani, ya'ni o'zi bor, ya'ni uni qabul qilishingiz mumkin. Ammo bu dori vosita do'stlar ko'p qon ketganda va juda, ya'ni suyulib ketganda qonni quyultiradi. Ko'p qabul qilinsa, qon qalinlashib ketadi. Demak do'stlar, homiladorlikning birinchi 3 oyligida ushbu dori vositani qo'llash mumkin emas va bundan tashqari keyingi, ya'ni trimestrlarda qo'llash kerak bo'ladigan bo'lsa, shifokoringiz bilan maslahatlashishingiz lozim. Bundan tashqari do'stlar, Ascorbitinni siz uzoq vaqt yuqori dozada qabul, ya'ni qilsangiz, tromb hosil bo'lish jarayoni ham kuchayishi mumkin. Shu sababdan qon tomirining tromb kasalliklarida qabul qilish mumkin emas. Trombingizni kattalashtirib yuboradi. Bundan tashqari do'stlar, Ascorbitinni uzoq vaqt yana qabul qilganda organizmda natriy tutilish hisobiga shish hosil bo'lishi mumkin. Demak, qon bosimini oshiradi. Yana bir bor aytdim. Bundan tashqari do'stlar, podagra kasalligida ham va bundan tashqari buyrak o't tosh kasalliklarida ham ushbu dori vositani qabul qilish mumkin emas. Shunday qilib do'stlar, Ascorbitin tabletkasi haqidagi ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. O'zingizni va o'zgalarning sog'lig'ini asrang. Salomat bo'ling.